Inson kapitali, unga bo'lgan talab va ish o'rinlarining shakllanishi inson kapitali va samaradorlik o'rtasidagi katta uyg'unliklarni keltirib chiqaradi. Inson kapitali bo'yicha tadqiqotlari uchun Nobel mukofoti sovrindori bo'lgan Geri Becker o'zining tadqiqotlarida inson kapitaliga asosiy urg'uni beradi va inson kapitaliga talabni shakllanishida iqtisodiyotning barcha sektorlari qatnashishini e'tirof etadi. Ya'ni u e'tirof etishi bo'yicha iqtisodiyot boyliklarining 75%ni inson kapitali yoki inson kapitalini shakllantirishga xizmat qiladigan ta'lim yaratishini e'tirof etadi. Ya'ni iqtisodiyotning eng asosiy katta boyliklari bu tabiiy boyliklar, neft, gaz, oltin, olmos emas, balki insonning aqli, miyasining rivojlanganligi va insonning madaniyat, san'at, axloq yoki tadqiqotlarga bo'lgan xarisligi bilan o'lchanishini e'tirof etadi va asosiy iqtisodiyotning yaratuvchisi sifatida inson omili e'tirof etiladi va u o'zining Nobel mukofoti olish jarayonidagi nutqida asosan biz iqtisodiyotni inson kapitali iqtisodiyoti deb atashimiz kerak degan tushunchaga urg'u beradi. Inson kapitali rivojlanishi ham rivojlanayotgan, ham rivojlangan mamlakatlarga benihoya katta ta'sir ko'rsatishi mumkinligini e'tirof etib o'tadi. Darhaqiqat, Yaponiya, Shvetsariya kabi mamlakatlarda juda katta resurs salohiyati yo'qligi yoki tabiiy resurslarga ega emasligi bu mamlakatlarni rivojlanmasligiga sabab bo'lgani yo'q. Ya'ni rivojlanishiga xalaqit bera olmadi va bu mamlakatlar dunyoning eng rivojlangan mamlakatlaridan biriga aylanishdi. Yoki Afrika mamlakatlari, xususan Nigeriya mamlakatining juda katta tabiiy zaxiralarga egaligi, resurs salohiyatining nihoyatda kuchliligi va salobati bu mamlakatni boy qila olmaganligini alohida voqealar rivoji sifatida e'tirof etish mumkin. Demak, barcha iqtisodiyotdagi moddiy ne'matlarni harakatlantiradigan va uni asoslantirib beradigan faktor, ya'ni omil bu insonning omili, inson omili va uning aql xususiyatlari hisoblanishi 21-asrning trend g'oyalaridan biriga aylanib borganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, inson kapitalining shakllanishi mamlakatning rivojlanishiga katta turtki beradigan xususiyat sifatida tadqiqotchilar va olimlar tomonidan e'tirof etib kelinadi. Mana shu sohada inson kapitalidagi mehnatning unumdorligi va samaradorligini tushunib olishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki iqtisodiyot asosan mana shu unumdorlik va samaradorlik ustiga qurilishi, zavod va fabrikalarni, xizmat ko'rsatish yoki katta kompaniyalarni mana shu unumdorlik va samaradorlik sohasi rag'batlantirilishini alohida voqealar rivoji sifatida e'tirof etishimiz mumkin bo'ladi. Demak, inson kapitali orqali mehnat unumdorligi deganda ma'lum bir vaqt birligida vaqt o'zgarmasdan ko'proq mahsulot ishlab chiqarish tushuniladi. Ya'ni bir inson ruchka ishlab chiqaruvchi sexda yoki fabrikada ishlaydi, u kuniga 6 ta yoki 7 ta ruchka tayyorlay oladi va uni moddiy yoki ma'naviy rag'batlantirish orqali bir ish kunida 10 ta yoki 12 ta ruchka ishlab chiqarish, ya'ni tayyorlashgacha bo'lgan jarayonga olib kelindi va u bir kunda 4 yoki 5 ta ruchka ko'p tayyorlashni boshladi. Demak, ish soati o'zgargani yo'q, lekin uni harakatlari tezlashdi, ko'nikmalari professionallashdi va u ko'proq ruchka tayyorlashni boshladi. Mana bu inson kapitalining unumdorligi hisoblanadi. Yoki maqola yozadigan jurnalistlar, rassomlar, albatta bu ijod bilan bog'liq hisoblanadi. Ya'ni jurnalist bir oyda 2 ta material tayyorlardi, keyinchalik uning ko'nikmalarini oshishi va moddiy rag'batlantirilishi, ba'zi bir xarajatlarini, ba'zi bir ishlarini qisqarishi, ijodga ko'proq e'tibor berishi orqali, demak, u bir oyda 4 ta material tayyorlashni boshladi. Ya'ni ijodiy fikrlash va tanqidiy fikrlashga bo'lgan xarisligi oshib ketdi va uni, demak, unumdorligi oshdi. Mehnat samaradorligi degan tushuncha nimadan kelib chiqadi? Ya'ni bir ishchi yoki ishchilar guruhi bajargan ishni
texnika va texnologiyalar orqali bajarish, ya'ni o'sha jarayonda ishchilarni kamayishiga olib kelishi va bir fabrikada 50 ta ishchi ishlayotgan bo'lsa, texnika texnologiyalar orqali ishni mexanizatsiyalashtirish yoki ishni robototexnikaga topshirish orqali 40 ta ishchini qisqartirish va 10 ta ishchini qoldirish bu mehnat samaradorligiga olib keladi va ish o'rinlarini qisqarishiga olib keladigan jarayon hisoblanadi. Shu ma'noda inson kapitaliga bo'lgan talab ham va u asosda ish o'rinlarining shakllanishi ham klonlashib yoki seleksiyalashib borishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Inson kapitaliga bo'lgan talabning g'arbiy Yevropacha stereotiplari mavjud. Xususan bu Fransiyada kuzatiladi. Ya'ni inson kapitaliga bo'lgan talab ma'lum bir ishchining ish yo'qotishi yoki kamroq ishlashi orqali ikkinchi ishchiga talab tug'iladi degan eski stereotip mavjud. Ya'ni bir yangi ishchi o'rni yaratilishi yoki bir ishchini yangi ishga qo'yilishi, ishsizga ish berilish jarayoni boshqa ishchini ish yo'qotishi bilan yoki uni ishini boshqa ishchi bilan bo'lishga majburligi bilan xarakterlanadigan tushunchalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Albatta bu tushunchalar o'zini oqlamaydi, ma'lum bir iqtisodiyotlargagina xos tushuncha hisoblanadi. Chunki iqtisodiyotda yangi ish o'rinlarini yaratish ba'zi bir ish o'rinlarini qisqarishi sababligina sodir bo'lmaydi, balki yangi xizmatlarning yaratilishi, yangi uslublarning kashf qilinishi, yangi texnologiyalarning joriy qilinishi, yangi kasblarning unga bo'lgan xizmat ko'rsatishda paydo bo'lishi yangi ish o'rinlarini yaratishga katta turtkilarni beradi. Xususan 70-yillarda kashf qilingan internet olami tufayli keyingi 50 yilda, ya'ni 21-asr bo'sag'asi va 21-asrning birinchi 20 yilligida 1,5 mingdan ortiq yangi ish uslublarini va yangicha ish jarayonlarini shakllantirganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 1,5 mingdan ortiq yangicha kasb paydo bo'lganligi va xususan g'arb mamlakatlarida mana shu IT texnologiyalari orqali 50 milliondan ortiq ish o'rni yaratilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yoki yana bir misol sifatida 2010-yildan keyin ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi, xususan Instagram platformasining paydo bo'lishi orqali 100 dan ortiq kasb turlarining paydo bo'lishi va rivojlanayotgan mamlakatlarda 10 milliondan, rivojlangan mamlakatlarda esa 30 milliondan ortiq demak yangi ish o'rinlarining yaratilganligini, ish o'rinlarini shakllanishi faqatgina boshqa ish o'rinlarini qisqarishi hisobiga emas, balki yangi texnologiyalar, yangi qonunning kiritilishi, yangi kashfiyotlar bilan amalga oshishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu inson kapitaliga bo'lgan talabni shakllanishida mashhur iqtisodchi Beker keltirgan keyslardan foydalanishimiz va misol sifatida tushuntirishimiz mumkin bo'ladi. Tasavvur qilinadi, ya'ni ikki qishloq mavjud. Birinchi ssenariyda bu qishloq ma'lum bir yerlarga ega va faqatgina o'zi oziqlanishi uchun, o'z iste'moli uchun, o'z yashashi uchun mahsulot yetishtiradi va ortiqcha hech qanday yeri yo'q, faqatgina barcha yerlardan foydalanishga harakat qiladi. Bolalariga o'zi ta'lim beradi va barcha ishlar bilan qishloq aholisining o'zi shug'ullanadi. Bu birinchi ssenariy hisoblanadi va bu yerda bu qishloqqa ish izlab kelgan inson ish topishi juda qiyin bo'ladi. Chunki ortiqcha yer yo'q. Undan tashqari bu qishloq ta'lim bilan ham, boshqa ishlar bilan ham faqat o'zi shug'ullanadi va ortiqcha boylik ham to'plolmaydi. Shuningdek, barcha ishlab chiqargan mahsulotlarini o'sha davr mobaynida iste'mol qiladi va bu yerda ortiqcha layoqatsiz yoki ma'lum bir kompetensiyasiz ishchiga hech qanday ish o'rni yaratilmasligi asosiy voqealar rivojini keltirib chiqaradi. Chunki bir insonni o'sha qishloqqa borishi hech qanday ish topolmasligini yoki qishloq aholisi faqatgina u insonni qaytib ketishi uchun avtobus chiptasini sotib olib, qaytarib joyiga jo'natib yuborish ehtimolini tug'diradi xolos. Ikkinchi ssenariyda o'sha qishloqqa agronomiya bo'yicha falsafa doktori ish izlab keladi. Ya'ni kompetensiyasiz ishchi emas, balki agronomiya bo'yicha falsafa fanlari doktori keladi va bu yerda u o'zi kashf qilgan yangi omochni qishloq aholisiga taqdim etishi va foydaning ba'zi bir arzimas qismiga sherik bo'lishi mumkin bo'ladi. Va bu omochni ishlatish orqali qishloq aholisi bir yilda
ko'proq mahsulot ishlab chiqarish imkoniga ega bo'ladi va ma'lum bir daromadini agronom bilan bo'lishishga imkoniyatlar tug'iladi. Bu yerda ish o'rinlari bittaga ortadi va qishloq aholisida ham ko'proq mahsulot iste'mol qilish va ortiqcha mahsulot ishlab chiqarish imkoni tug'iladi va ba'zi bir ishlarini amalga oshirish uchun, agronomiya ishlariga ko'proq e'tibor berish uchun ba'zi bir duradgorlik ishlarini o'zidan sohit qilishi mumkin bo'ladi va keyingi jarayonda bu qishloqqa kelgan duradgor ham ish topishga muvaffaq bo'ladi. Chunki bu qishloq aholisi ortiqcha mahsulot ishlab chiqarayotganligi orqali biroz pul topayotgan bo'ladi va u ba'zi bir o'zi shug'ullanadigan ishlarni demak duradgorga yoki boshqa kasb egasiga topshirish imkoniyati tug'iladi va kelajakda hatto u boyliklari ko'payishi ortidan demak o'qituvchilarni ham qishloqqa jalb qilishi, farzandlarini yaxshiroq ta'lim berish yoki tarbiyalashga yo'naltirilishi va farzandlarini o'zidan ham bilimliroq, keyinchalik samaraliroq insonga aylantirish imkoniyatlari tug'ilib boraveradi. Demak, inson kapitali mana shu Geri Bekerning keysida mana shunday tushuntiriladi. Ya'ni insonning ongidagi aql kompetensiyalarining, zehn kompetensiyalarining, yaratuvchanlikka intilish, kreativlik kompetensiyalarining kuchliligi, ta'lim olishi, ilmga bo'lgan harisligi uni inson kapitali salohiyati sifatida namoyon bo'lishini yana ham sayqallab boradi va ish topish ehtimollarini kuchaytiradi va inson kapitaliga bo'lgan talabni ham mana shu kompetensiyalar orqali rivojlantirishga harakat qilishi e'tiborga molik xususiyat hisoblanadi. Albatta, 70-yillardan keyin inson kapitalining xususiyati o'zgarib boradi va rivojlangan mamlakatlarning iqtisodiyotini, xususan Yaponiya iqtisodiyotini, Germaniya iqtisodiyotini, shuningdek AQSh iqtisodiyotini ham rivojlanish sabablari sifatida mana shu inson kapitalini tushunish mumkin bo'ladi. Rivojlanayotgan mamlakatlar uchun esa undan ham kerakli suv va havodek jarayon hisoblanadi. Inson kapitali salohiyati. Tadqiqotlarga qaraganda kam daromadli mamlakatlarda yashovchi ayollarning 1 yil ortiqcha an'anaviy ta'limdan 1 yil ko'proq ta'lim olishga muvaffaq bo'lishi ularning farzandlarini 5 yoshgacha o'lim hodisalarini 10% ga kamaytirishga sabab bo'lar ekan. Demak, rivojlanayotgan mamlakatlarda ta'limning diversifikatsiyalanishi, o'sha onalarning meditsina ko'nikmalariga ega bo'lishi, umuman onalik maktablarining tashkil qilinishi yoki umumiy bilimlarga ko'proq ega bo'lishi, demak farzandlarni kamolga yetkazishda sog'liqni saqlashdan tortib, demak ta'lim berishgacha bo'lgan jarayonlardagi samaraliroq ko'rsatkichlarni taklif qilishga harakat qilar ekan. Shu ma'noda inson kapitalining shakllanish asoslari demak iqtisodiyotning xilma-xilligiga va talab va taklifning o'zgaruvchanligiga bog'liq hisoblanadi. Va yuqorida aytib o'tganimizdek, iqtisodchi olimlarning fikri bo'yicha inson kapitalini inson kapitali iqtisodiyoti deb atalishiga sabablar mana shu hodisalardan kelib chiqadi. Dunyoning eng yirik 10 ta transmilliy korporatsiyalarining 6 tasi IT texnologiyalari kompaniyalari hisoblanadi va bu kompaniyalarning yadro ilmlari yoki yadro g'oyalari kamolotga erishishdagi birinchi qadamlari inson kapitali orqali amalga oshganligi va eng qizig'i barcha rivojlanish zonalarida inson kapitalining o'rni yuqori bo'lganligini aytib o'tamiz va eng muhimi bu rivojlanish tendensiyalari keyingi inson kapitali guruhlarini shakllantirishga, ularga bo'lgan talabni rivojlantirishga sabab bo'lganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Misol sifatida demak Microsoft Office dasturlarini, demak bu kompaniya 10likdagi kompaniya hisoblanadi yoki Apple mahsulotlarini, o'sha iPhone mahsulotini xaridorgirlashib ketishi bu inson kapitalining yoki Amazon kompaniyasini, bu IT texnologiyalarga asoslangan, bu ham asosiy infratuzilmasining ishlashi inson kapitali va g'oyakorlikka asoslanganligi va shuningdek boshqa o'nlab misollarni demak keltirishimiz mumkin bo'ladi. Yaqqol misollardan biri esa o'sha Google hisoblanadi. Ya'ni u ham inson kapitali g'oyakorligi ortida paydo bo'lgan kompaniya bo'lib, ham inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan asosiy yo'nalishlarni belgilab beradigan demak kompaniyalardan biri hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, inson kapitaliga bo'lgan talab va yangi ish o'rinlarining yaratilishi, iqtisodiyotning xilma-xilligi, yangi sektorlarning yaratilishi, yangi xizmatlarning kirib kelishi, fan texnika taraqqiyoti va
boshqa omillarga, shuningdek mamlakatning ta'lim layoqati, ta'lim berishdagi sifat, shuningdek ta'limdagi korporativ uyg'unlik, ilm va ishlab chiqarishni o'zaro uyg'unligi va bog'langanligi bilan sodir bo'ladigan xususiyatlarni keltirib chiqaradi va har bir mamlakat inson kapitalini sayqallagani sari iqtisodiyotdagi moddiy ne'matlarni samarali boshqarishga erisha oladi va katta yutuqlarni qo'lga kiritish uchun fundamental asoslarni yaratishi mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.